halol rizq izlash, kasb-u kor qilish haqida Alloh subhanahu tabaraka va taolo فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bas namozni tugatganingizdan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqaling deyapti Xudo taolo. Allohning fazlidan talab qiling, ya'ni rizqini qidiring. Va doim Allohni zikr qiling, eslang. Shoyat ana shunda yutuqqa erishsangiz deb Alloh subhanahu tabaraka va taolo Juma surasining mana bu oyati karimada namozni ado etgandan keyin yer yuzi bo'ylab tarqalib Allohning fazlidan, ya'ni rizqidan qidiring, izlang, harakat qiling, kasb-u kor olib, ilm olib. Shunda shoyat najot topsangiz deyapti Alloh taolo. Ana shu rizq qidirayotganda ham Allohni unutib qo'ymang. Hozir masjiddan chiqib, namozdan chiqib, tashqarida rizq qidirar ekanman deb birovni aldamang, firibgarlik qilmang, birovni soddaligidan foydalanmang. Ana shu joyda Allohni eslab turing, Allohni sizni ko'rib turganligini his qiling. Doim rizq qidirayotganda ham Allohni unutib qo'ymang deyapti. Chunki Allohni unutib qo'ygan insongina keyin birovlar aldaydi. Allohni unutgan insonlargina keyin birovlarga firibgarlik qiladi. Har xil makrlari qiladi. Allohni unutmagan inson rizq qidirayotganda ham Allohim ko'rib turibdi deb halol pok bo'lishlikka harakat qiladi.